Laylatul Qadr kechasida osmondan bir narsa uchib o'tmaydi. Osmondan laylakka o'xshagan narsa yo bir oq narsaga o'xshagan narsani kutib o'tirmaylik biz. O'shani ko'rganda aynan nima duo qilinsa, aynan o'sha duogina ijobat bo'ladi. Kimdir mana shu bir narsani ko'rsa shuni tillaga aylantirib ber yoki qachon qaysi mana shu duoyimni ijobat bo'lishligi so'ralanadigan masala emas. Unaqa narsa o'tmaydi. Taqdir kechasida duolar ijobat bo'ladi. Unaqa laylak, farishta, osmondan bir narsa uchib o'tishlar degan joy yo'q. Unaqangi ertak narsalarga biz ishonmaylik. Alloh taolo aytayapti: duo qilinglar, duolaringizni ijobat qilaman. Taqdir kechasida taqdirotlar yoziladigan kechada ibodat ustida bo'lsak, zikr ustida bo'lsak, Alloh taolo taqdirotlarimizni go'zal qiladi. Shuning uchun ilmsiz, bid'at, xurofot yoki tagi yo'q narsalarga ishonib vaqtimizni ketkazmaylik, birodar. Endi aytayapmiz, bo'ldi endi. Dunyoviy matohlardan ozgina chekining, ozgina yutqazganday ko'rining. Aslida u g'alaba. Endi din bilan, ibodat bilan, farzand tarbiyasi bilan ozgina muddat. Farzand tarbiyasi bilan yaxshilik ila shug'ullaning. Alloh taoloning o'zi fazl va marhamat beradi.